9 qism. Ishik qo'ng'irqi jirangladi. Kim kelganda o deb oldirab ishikni ochdim. Ko'z oldimda burunqi yasanchoq, ta'latidan asarim yo'q Oygul qarab turadi. Nim deb kelding? Yo'qol. Yo'qol? Nega yo'qolaman? Sen bilan birga jahannamga yo'qolaman, Shakir. O shundoq deb bir qo'li bilan ishikni to'sib, bir qo'li bilan yoqamga isildi. Uning asabiylik tutdi. O texim qattiq vaqirab. Shamsiya! Qaynisan Shamsiya? Chiqa bu yoqqa. Meni nobud qilding-ku sen. Dadisini tutib ketishdi. Nochilik qilgudek holi yo'q deb qilishqansan. Mana men hozirmi nochi? Kelasat rasva. Uning ig'izdan chiqqan so'zlarni deyish tugul, anglashdimmi nomus qilatdim. Kaynimga burilib qaradim. Qarasam, varang-churongni anglagan Shamsiya kelgan chig'i nomusiz so'zlardan qaradab turib qopdi. Oygulning ig'izini tutib oldim. U qo'limni tishlab qo'yg'izibdi. Chidimay uning tastiga kelishtirib birini soldim. Tayoq payda qildimi yoki o'shig'i keltirdimi, u kallasini obdan bir silkib etib. Obdan urdim. Yana urib ol. Ikki qaytimli hisobimiz turib tursin. Men urganda undaq kajat bilan yuziga emas, nashtirim bilan yurakka urman Shakir. Menga qilganlaringni Shamsiyadan to'lataman. Qattiq kulki bilan yoqamni bir silkib etib qo'yib bergan Oygul texich o'shin topolmayotgan Shamsiyaga qarab birini tukirib etib. Amani ko'rishib olamiz-ku. Shu chaqda yegan tayg'imning javobini bersin. U shundoq deb to'lig'inicha chiqib ketdi. Bu nakesni uyga izlab keladimapti ekanmiz. Chivin yavagandek bu bir kunni xomushlikda o'tkazdik. Kech bo'lganda Roshangul telefon urdi. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Shakir, jiqkab qilishning o'rni yo'q. Ko'nglingni xotirjam tut. Murat guvohlikqa boradigan bo'ldi. Roshangul xo'sh xabarni yetkazishga oldirgan chig'i tingan ovozi telefondan anglanib turadi. Yurkim tatliq bir sizimga jum keldi. Bu xabarni anglasin deb telefonni menga talmirib qarab turgan Shamsiyaga tutqizib qo'ydim. Ular xili uzoq so'zlashdi. Roshangulning xabarini qaysi kunidagi bizni kutib olgan boshliqqa yetkazdik. Boshliq xabarimizdan xush bo'lib ketdi. Bo'lsa Muratning sud boshlanishidan bir qancha kun burun kelishini tavsiya qilib, men sizlarga huddi qila olmaymanki, agar Murat sudda guvohlikdan o'tsa, Shakirning Oygul bilan nikoh munosabatining bekor qilinganligini e'lon qildirib beraman. Boshliq shundoq deb meni va Shamsiyani xo'sh qilib etdi. Qaytib kelib etib, Shamsiya: Shakir, o'ylab baqsam, Roshangulga ko'p ko'ngil qarz bo'lib qopdiq. Rahmatimizni qanday ham bildirib bo'la olamiz. Bechora, seni deb ko'p jafo chekyotdi. U chiroyimga ma'nli qarab qo'ydi. Nimami deya olayman? Sukut orqali qalbimdagi rahmatimni bildirdim. Roshangul degandek Muratni qaytirib keldi. Murat mendan xijil bo'lib, biz bilan ko'rishgili kelgili unimadi. Uni muvofiq o'rinlashtirib sudni kutdik. Roshangulning aytishicha, Murat daslibida Roshangul bilan vatanga qaytishga unimapti. U qaytib kelsa, hukumatning o'zini bo'sh qo'yvatmaydiganligini aytib turibdi. Keyin Roshangul Muratni biz material bergan boshliq bilan telefonda uchrashtiribdi. Boshliqning ig'zoki kapolati Roshangulning dadisining Muratning shahar boshlig'idan olgan pulni hukumat o'rinlariga o'z yenidan topshirib berishi bilan Murat qaytishga ma'qul bo'lib qaytgan ekan. Kutgan sudmo ichildi. Mening sudda guvohchi bo'lib qolganim uchun sudga qatnashmay, guvohchi o'rinda boshliqning menga to'yim buzilganini qilgan telefon xotirasidan guvohlik berdim. Asli boshliqning telefoni xili burun nazorat ostiga elinib, telefon xotirasi unga elinib saqlangan ekan. Mendan ayblugich taraf mushu so'zlashgan odam shahar boshlig'i bilan mening ekanligimni jazmlashtirib, isbot bera olamsan deb so'rab, mening jazm qila oladiganligimni jazmlashtirib ep qoldi. Shahar boshlig'ining advokati mendan so'raydigan yo'qligini aytdi. Suddan qaytib chiqdim. Qaytashimda shahar boshlig'iga tafsili qarab oldim. U judab qolgandek ko'rindi. Sud jarayonida uning yuziga qarashdan xijil bo'lgan edim. Her nima degan bilan u mening bir qancha yil bevosita boshlig'im bo'lgan emasmi? Muratning guvohligi boshliqning menga telefon qilgandek so'zi bizning aqlnishimizni tizlatdi.
Sud Aygül bilan bo'lgan nikoh munosabatimizni bekor qildi. Shahar boshlig'iga pora ilish, xiyonat qilish, boshqalarga ziyonkashlik qilish, istil jihatdan buzilish qatorliq bir qancha jinoyat bekitilib, muddatlik 15 yillik qamoqqa hukm qilindi. Boshliqqa hukm qilinib, Aygül jimni yo'q edi. Xotirjam kunlarimiz boshlandi. Buzilgan to'yimizga tezli tutish qildik. To'yga oz qolgan bir kuni Shamsiya so'radi. Shakir, ba'zida Ro'shangul bilan Muratni bir-biriga mos keladigan bir juftlar bo'la oladi deb xiyol qilib qolaman. Seningchi qandaq? O'tganda shu gapni qilib qo'yiblar, ikkinglar to'yg'izib qo'ygan tanglar. Shunga o ishni o'ylashdimmi, qo'rqimaman. O'tgan degan o'tgan, hozir degan hozir. Burunqi Murat hozirgi Murat emas. Burunqi Murat satqin Murat bo'lsa, hozirgi Murat qilgan gunohiga tövbe qilgan, haqqoniyat uchun xavfga qaramay maydonga tushaligan Murat. Meningcha bu nuqtalarni Ro'shangulni tushunadi. Bu ishlarga mening aralashqim yo'q. Ulan tanishtirgan bo'lsa o'zing qil. Ularni tanishtiraylik demidim. Balki fursat yaratib beraylik deyapman. Maslan qanday fursat yaratamiz? Masalan, to'yimizda Muratni yigit pesh qilib, uning kechirganini ifodalasang, Ro'shangulmo sening keng qo'rsaqligingni do'rab, Muratni kechirvasa ajab emas. Dinimizmi adovat saqlashni bek ayib ko'rdi emasmi? Vaqt kelsin, qani bir sinab ko'rmamdiq. Shuningdan keyin Muratni izlab bordim. Murat boshda yigit pesh bo'lish tugul to'yga qatnash qilimi yuzi yo'qligini aytib unimadi. Qayta tushuntirib uni oxir qoyil qildim. To'yimizmo xotirjamlik ichida boshlandi. Shamsiyaning uyidagilari bilan bir restoranda to'y uzatdik. To'y avjiga chiqib nikoh o'qildi. Nikoh o'qilib Shamsiyadan so'raldi. Odil Payzi qizi Shamsiya, sizlar o'z ixtiyorliklari bilan Abdullah o'g'li Shokirga xotinlikka tegdilimi? Tegdim. Jimjitlik hukm surgan zalda Shamsiyaning ovozini nihoyat tas anglag'ili bo'ldi. Abdullah o'g'li Shokir, siz o'z ixtiyorligingiz bilan Odil Payzi qizi Shamsiyani halol juftlikka xotin qilib oldingizmi? Yurgim sep ketdi. To'xtalib turib. Bismillahirrohmanirrohim. Oldim. Nikoh davomlashib, duo qo'l ko'tarildi. Duoda Alloh ko'p shukr, rahmatlar yo'lladi. Muborak bo'lsin. Zal ichi muborakligüchilarning to'lishi bilan chang keldi. Yuragim xo'shlikdan yerildi. Men mush kunni qancha kutgan-a? Shamsiyadak oltinga tegashkusiz pok qizning xotinim bo'lishi meni mast qildi. O'ng tarafimda Shamsiya atlasdan tikilgan go'zal kiyimini kiyib maqmoqda. Qishida Ro'shangul Shamsiya bilan o'xshash tugidek islomchi kiyim kiyib to'yga kelgan barchaning ko'zidan o't chiqarmoqda. Sol tarafimda Murat bilikimni tutib maqmoqda. To'y mashinasining qishig'i kelib, Murat mashina eshigini ichib turadi. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. To'xtash! Yuragimni azoblab turgan Hazazulning ovozi keldi. Nim bo'g'inni uqamay turib qopdiman. Shuncha tez yugurib kelgan Aygül qo'yindan pichoq chiqarib Shamsiyaga itildi. Hammani ko'rib turdim. Put qo'limda jon yo'q. O'rnimdan qimir qilolmadim. Butun surik erkak bo'lsam-mu, tuyuqsiz yuz bergan voqealarga inkosimning buncha ost ekanligini o'ylamabdi ekanman. Aygülning yo'qolib ketishi shumliqdan bishorat edi. Ammo u yo'qolib ketsa, xotirjamlik deb xo'sh bo'lib yurganimni qara. Ko'z oldimda qarab turib, o'zim so'ygan kishiga qasd qilganini ko'rib turib, inkos qaytara olmadim. Aygülning urg'an pichqiga Ro'shangul o'zini pido qildi. U Shamsiyani chabdaslik bilan ittirib maydonga chiqdi. Pichoq uning badniga sanchilishga qil qolgan paytda mashina eshigini ichib turgan Murat uning oldiga to'sib ulgurdi. Oldi bilan Murat, keyin Ro'shangul yiqildi. Boshqalar Aygülni bo'ysundirdi. Shamsiya, sana jenimni tikkan. Bugun qochib qutula olgan bo'lsangmi, o'ligim bo'lsin seni jim qo'ymaydi. Xotirjamligingga mangu o'ltirgan. U zaharxanda kulib,
shundoq vaqiraydi. Uni bo'ysundirganlar sarangni bo'ysundurgandek uni so'rashtirib ko'zda yo'qotdi. To'y mashinasiga Roshangul bilan Murat selinib bo'lganida o'shimni topdim. Shamsiya bilan birga ularga amra bo'lib doktorxonaga yo'l oldik. Jiddiy qutqizishga akirib ketilgan Roshangul tezlik qaytib chiqdi. Uning yarasi og'ir emas, biroq Muratning holi xatarlik edi. Roshangulning faqat Muratga kirib chiqqan pichoqning bisi 2 sm o'pcho'risida qo'rsqiga kirgan bo'lib, ich a'zolariga xatar yetmagan. Bir qancha yeb tikib qo'ygan bo'lib, Murat bilan birga qattiq yiqilib, ho'shsizlangan ekan. Muratning bo'lsa o'pkisiga zaxmi tekkan. O'pkisining so'l qanotini teshib kirgan pichoq beqinidan chiqib ketgan edi. Jiddiy qutqizish davomlashmoqda. Muratning zaxmisi turaqlashmay bizni tamtatib qo'yib-atdi. Roshangul bilan Shamsiya yig'laydi. Paranglashqudek bir-birimizga tasalli bergidek holimiz yo'q. Faqatla Muratning xabari uchun qayg'uratdik. Operatsiyaga kirib 5 soat bo'lganida xush xabar keldi. Murat qutqizib olingan. Xatarlik bosqich o'tib ketgan. Keyin o'pkada yuqumnish ko'rilmasa chatoq chiqmaydi. Pichoq yurakka faqat 1 sm yiroqlikdan o'tib ketgan degan xabarni angladik. Shamsiya Allohga rahmat etish uchun namozga o'ltirdi. Men ahvol egilab kelgan soqchilar bilan birga guvohlik berish va burunqi ishlardan xabar berish uchun soqchixonaga keldim. Oygul soqchixonada tutib turilgan bo'lib, men bilan ko'rishtirilmadi. Biroq soqchilarning eg'izidan kutmagan bir shum xabarni angladim. Ularning aytishicha, Oygul ishlatgan pichoq besiga yuqumli kasal va qon suvalgan bo'lishi ehtimolga yaqin ekan. Soqchilar Oygulni qamash jarayonida uning qishidan qon to'shqizilgan kichik quti topgan bo'lib, uning iqroricha bu qon suyuqligida AIDS mikrobi bormish. Soqchilar qon avrishkisini aniqlash uchun tekshirtishga jiddiy avatilganligini. Bu ishlar aniqlanguncha sirni maxfiy tutishim lozimligini. Murat bilan Roshangulning kasal yuqtirmaganligini bilish uchun 3 oy vaqt ketadiganligini aytganida ulug' Alloh egimizdan uloq shafqat qilishini tiladim. Qayg'u va ansirash chirmib olgan badanimni tast yo'tkab, Roshangul yotgan yotoqqa yetib keldim. Roshangul sho'xlashib qolgan edi. To'y kechisini nobud qildi deb dardman bo'lib qolgan o'xshamamda bu yigit. U shundoq deb chaqchaqatdi. Burunq chaqlar bo'lsa, bu chaqchaq bir munchilgan kulgilarning piltisiga o't yoqqan bo'ladi. Biroq men yig'lab soldim. Farishta yo'liqdi desa, meni disi bo'ladi. Roshanguldan farishta edi. Olvostig yo'liqdi desa, yana meni disi bo'ladi. Chunki Oygul Olvostining o'zi edi. Asta berib, titravotgan qo'llarim bilan Roshangulning qo'llarini olqonlarimga oldim. Qo'llarini siladim. Yuzlarimga suvdim. Yoshlarim bilan qo'llarini yuvdim. Qishimda bugunli nikoyimga olgan xotinimning borlig'ini unutib, asta pichirladim. Farishta. Sen farishtasan Roshangul. Sen o'z do'sting uchun jiningni pido qilganingda o'zining rafiqasi uchun qarab turgan mendek bir nokasni nima desak bo'ladi? Sen mendan sevgi talab qilganingda o'zimni cho'ng tutqinimda nomus qilaman Roshangul. Men sana loyiq bo'lamaydi ekanman. O'z vaqtida sen mendan bir ishni qilib berishimni talab qilaman deganingda, shu ishni qilishdan qechishga bahona izlaganimda nomus qilyapman. Yenimdagi farishtaning qadrini bilmaganligimda nomus qilyapman. Gaplarim tugaydigandek emas. Yig'am bilan uning qo'llari hul bo'lib ketdi. U qo'llarini mendan tortib olmadi. Farishtaning qo'llarini men qo'yib berishni xohlamadim. To'xtamay so'zlaydim. Meni kechir. Meni kechir Roshangul. Muhabbatimni sana beramadim. Qalbimga ikki yurakni sig'dira olmadim. Ammo bugungi to'y kunimda o'zim sevgan ayolimni emas, ayolimni, jumladan ayolimni qutqizish orqali meni qutqizgan bir farishtani, ayolimni burun so'yman Roshangul. Roshangulning beshidan ko'tarib asta quchog'imga oldim. Yig'a, azobda to'nlab ketgan lablarimni bir cho'g' ustiga bosdim. U qarshilik qilmadi. Oyoq tarafimdan asta mangan oyoq ovozi keldi. Balkim Shamsiya yotoqdan chiqib ketibasi kerak.
qanchalik shu holatda turdim bilmayman. Roshangul maydondan ittirib o'zini qochirdi. Rahmat sana Shakir. Sevgi bilan meni sug'ading. Men sevgiga qandim. Sening sevishleringga tashna bo'lib o'tgili uzun bo'lgan. Mana bugun men sendan talab qilmoqchi bo'lganlarimni o'zing berding. Qiz keltirish kelishimi davomlashmoqda. Kinosh to'g'ridan xush xabar. Assalomu alaykum aziz qarindoshlar. Jamiyatning uchqandek taraqqiy qilishi bilan tang kishilarning har jihatdagi ma'naviy ehtiyojimi bag'asiri yuqori ko'tarilmoqda. Ma'naviyat nuqtasidan ilib aytganda, ta'minot ehtiyojini deganda qondirib bo'lmayotdi. Kinochi to'r mulozimat ishxonasi mush nuqtani ko'zda tutib, har xil yangi mulozimat turlarini yo'l qo'ydi. Ya'ni televiziya va to'r e'lonlar ishlash, kino film tarjima qilish va ovoz qilib ishlash, har xil hikoya postlarni ovozli qilish, har qaysi plastinka va to'r filmlarga e'lon qistirish, cho'ng va kichik tipik faoliyatlarning o'rlashtirish plan loyihasini tuzish va surat kelib kirishtirish qatorliq mulozimatlar bilan ta'minlaydi. Yuqorqi mulozimatlarga ehtiyoj bo'lgan kang do'stlarning biz bilan aloqalashishini umid qilamiz. A'lo mulozimat, yuqori sifat, eng tuvan baho sizni kutmoqda. Tafsilotini Kinosh to'g'ridan ko'ring. Tunji qaytim sen meni sevgandan boshlab, seni bir so'yvasam o'lsam rozi edim deb kelganman. Bugun yaqin do'stimning eridan mana shu sevgiga erishdim. Bu sevgining bundan keyingisi bo'lmaydi Shakir. Allah oldida gunoh qilib atgan bo'lsam-mu, bundan keyingi umrimda ibodatim, yaxshi amalim orqali gunohlarimni yuvishga tirishaman. Allah bak abujandir Shakir. Meningdek kech kunda sevgi uchun puchlangan bir jonni sevgi bilan mukofotlab sug'organ shu egamga bir umr poklig'im bilan qasam berib, qarz qaytirish uchun ibodatga o'zimni atayman Shakir. Shamsiya bek yaxshi qiz. Sening sevgining Shamsiyadan boshqa biri bo'lganida, men sendan mangu voz kechmaydim Shakir. Biroq Shamsiya seni baxtli qilishga loyiqdir. Uning qishig'i chiq. Uni yig'lasang, men yig'layman. Bugun uning oldida meni sevishingga, uning sevgisiga osiylik qilishingga yo'l qo'yishim mening bir insonda bo'ladigan shaxsiyatchilikdan iborat kamchilikdan mustasno emasligimdan bo'ldi. Chunki men bir inson bolasi. Sen degandek hargizmi farishta emasman Shakir. Burundan boshlab boshqalardan ustun turishni o'ylaydim. Sho'nglashqimi qilganlarimga pushaymon qilmayman. Chiq Shakir. Meni to'liq yig'latma. Muhabbat dushmanim bo'lsa-mu, baxt uchun sevginimni qo'shqo'llab tutishga loyiq bo'lgan shu do'stimning qishig'i chiq. U bo'qildab yig'lab ketdi. Har bir so'zda Shakir deganni bundan keyin ismimni chaqirmaydigan, hozir devilishga tashna bo'lgan kishidek qo'shib so'zladi. Qalbidagi dardlarni, menga bo'lgan tilaklarni aytib oldi. O'zimdan nomus qildim. Shuncha pok ikki qizning muhabbatiga loyiq ekanligimdan hayronman. Men shuncha azizlashga loyiqmi? Kallamda ig'ir savol. Sirtqa chiqdim. Shamsiya doktorxona gulligidagi Majnuntol ostidagi muzdek sovuq tosh o'rindiqda osmonga beqib xiyolga ketgan edi. Asta qishig'i bordim. Beshimni sangiltib apu so'radim. Kechir Shamsiya. Sana bo'lgan muhabbatimga osiy bo'lib qolgan ishlarimni oqlashga ojizman. Seni qutqizgan Roshangul sen emas, balki meni qutqizdi. Sensiz yashashni xiyolimga agirishdim huquqimi. Roshangulga ko'p qarzdor bo'lib ketdim. Mush usul orqali qarzni qaytardim desam bo'ladi. Soğuqdan muzlagan Shamsiyaning qo'llarini qo'limga oldim. Bayotin Roshangulning qo'llarini silab, osiylik qilgan qo'llarimni Shamsiya ittirmadi. Balki chin siqib turib aytdi. Sen xatolashding Shakir. Sensiz yashayolmayman deb Allohga osiy bo'lg'ichi bo'lma. Allah xohlaganda beradi, xohlaganda elib ketadi. Bizga yashmoqdan boshqa chora yo'q.
bizni qutqazg'uchi bir banda emas, balkim Allohdir. Ro'shangul bo'lsa, Alloh bizga avatgan bir vosita xolos. Ro'shangulning fidokorligidan o'zimmi uningga ko'p qarzdor bo'lganimni sezdim. Bu yerda qilgan xiyolim bo'lsa, muvofiq kelsa, sen bilan uning peshini qo'shib qo'yishni o'ylayapman. Uni so'yganlaringning gunoh ekanligini bilsam-mu, sening o'rningda men bo'lgan bo'lsam-mu, shunday qilatdim. Sen mendan afv so'rash emas, qilganlaring uchun men sana rahmat aytishim loyiq, Shokir. Men shu qilganlaringdan senda vijdon, g'urur borligini, qilganni biladigan, obro'y uchun o'zining qilmoqchi bo'lganlarini yo'shirib yuradigan chakina odam emasligini bilib oldim. Tang kecha atrofda odam didori yo'q. Shamsiyani tortib turg'izdim. Bag'rimga bosdim. U qarshilik qilmadi. Bugun nikohimga o'tgan bo'g'achqa bo'ysunmoqni iymon jumlasidan ko'rgan chig'i bag'rimdagi Shamsiyadan haqiqiy sevgi lazzatini ko'rdim. Bir-birimizga chirimishib, xili uzoq turdik. Shamsiya qo'liqimga asta pichirladi. Bizga fursatlar ko'p. Ro'shangulni yolg'iz tashlab bu yerda yursak set turadi. Yur, qishig'i kiraylik. Ma'qul. Qilganlarim to'g'ri tushunganim uchun sen ko'p rahmat. Seningdek keng qo'rsa xotinim bo'lganidan faxrlanyapman. Uni asta bo'shatdim. Ro'shangulning qishig'i kirish uchun mangdim. Shamsiya menga ergashdi. 4 qadam mangandan keyin u so'radi. Saqchixonada Oygulni ko'rdingmi? Oyguldek nakasning gapini anglab arvoyim ushdi. So'zlabli ketibdiman. Bo'ldi qila u hayvonning gapini. Uningchi bo'lganda o'lsimi seni bo'ldi qivatmagidek. Shuncha qilishib ketgudek nima adovat bor bo'g'iti oralada. Hey, san qilaman deb Murat bilan Ro'shangulni nobud qilmas bo'ladi-ku ilohim. Deginingchi bo'lganda uning qilganlari pichoq tiqqan ishlar emasmi qandaq? Apla, demaydigan gapni deb sag'anda qilatdim. Saqchilar meni bu ishlarda maxfiyatlikni saqlashga shuncha da'vat qilgan tursa, eg'izim nima degan bo'sh? Tamtirab turib aytdim. Shundoq, saqchilarning aytishicha, Oygul ishlatgan pichoqning besiga aydis bilan yuqumlangan qon suvalgan bo'lishi ehtimolga yaqinkan. Buni uqqachqa boyatin Ro'shangulning oldida o'zimni tutib ololmay qolgandim. Bu ishlarni maxfiy tutishingni so'rayman. Shamsiya gaplarimni anglab bo'lib, uçqandek yugurib Ro'shangulning yotog'iga kirib ketdi. Maxfiyatlikni aytib qo'yam degan deb ansirab, keyindan top besib kirdim. U Ro'shangulni quchoqlab yig'lab o'tadi. Farishtasan Ro'shangul. Men sen uchun menga qarzdorman. Men u gapini topolmay o'tadi. Yig'isi yotoqnila emas, koridorga chiqib ketdi. Bu kechida boshqa yotoqdagilarni uxlamasin degan bo'lsanglar, rosa yig'langlar. Shundoq deb yotoq eshigini ichib etdim. Bu qig'inim ularning yig'isini ozroq bo'lsin pasaytdi. Shundoq turatdiq, sestra kirib, Muratning qishig'iga kirib yo'qilsak bo'ladiganimizni. Biroq gap qilishga bo'lmaydiganligimizni uqtirdi. Ro'shangul to'sqinimizga qaramay karvatdan tushib, Muratni yo'qlayman deb turib oldi. Amalsiz ma'qul bo'lib, Muratning qishig'iga kirdik. Murat bizni ko'rib ozroq hayajonlandi. Ko'z jiyigidagi 2 tomchi yosh iqib tushdi. Gap qilaman deb tamshalganini sizib to'sab qo'ydim. Bo'ldi, gap qilma Murat. Seningda bakma ansirdik. Doktor senda xatar qolmaganligini aytgandek xushalligimizni til bilan aytishga ojizlik qilamiz. Avval yaxshi bo'lib ket. Boshqa gaplarni keyin deyishib olamiz. Oygulning qilgan qasdi yodimga yetdi. O'zimni tutib ololmay yig'ladim. Qarasam, Shamsiya mendan o'ta yig'lab o'tibdi. Sestra bu holatimizni ko'rib, bizni balnisdan qo'g'lab chiqadi. Do'stinglarga madad beramdiki desak, uni qaslaganda qilib yurysizlar-ku. Uni tinch qo'yib, atigacha yo'qlashinglarga yo'l yo'q. Uning deganlariga bo'ysunib, Ro'shangulning yotiqiga qaytib kirdik. Muratning qishig'ini kerib ko'rib chiqdik. Atigacha yo'qlashdan cheklandik. Mening halim yaxshi bo'lgandan keyin to'y kechasini nobud qilmasanglar bo'larmikin? U shundoq deb kulishga boshladi.
Qarasam Shamsiya bo'yinlargacha qizdirib ketibdi. Bo'ldi qila akilmay. Saqaysang senimi qo'shlabla ilib, bugunning chalasini to'liqlab olaman tayinliq. Jim turib basa, nima qilsam ma'qul deydiganlardan kan deb o'ylagan bo'lsang, uxlamay tusha kepsan. Tush ko'rganni do'rg'an Ro'shangul kulib ketib turib. Neri berib uxlab kelsizlar. Do'stimga kundosh bo'lmaydigan deb qo'yala. Hali tayinliq cho'ng gap qilg'ini bilan. 3 qatim to'y qilib, to'y kechisi topamagan Shokirjon deb qo'ysaqli kifoya degina adash. Hay, Shamsiyamo bojim bilan oralashaverib, jinga aylanib qilib atadi. Ikkisining gapi bir yerdan chiqib, meni mazoq qilishlar qara. Oygul bilan Ro'shangulning kelishim tuzgan chaqlardiki, menga taqobil turg'ini o'xshab qilib atadi. To'li kulgan odamdan shaytonmi qo'rqamish. Bo'ldi, sizlarga taslim bo'ldim. Men chiqib ketdim, ha? Qaşma, sen qaşma. Vay, sen qaşma. Kaynimdan chiqqan kulki ovozi koridorni bir oldi. Menmo kulib tashladim. Qayg'u birdan bo'lsa unutildi. Ro'shangul tezla saqayib balnisdan chiqdi. Muratmi yaxshilanib atadi. Bu jarayonda ulardan faqat ayrilmadik. To'y qilgan bilan birga bo'lish nisib bo'lmay atadi. Ro'shangulning ahvolini boydodisiga bilindirmayli deb shuncha qissaqmi u uqib qilib yetib keldi. Kelgan kuni qizini yo'qlamay turib meni izlab qishimga kiribdi. Men Muratga amra edim. U kirib salom soatini unutib jiddiy qiyofatda. Shokirjon o'g'lim, sirtda ozroq paranglashib olsak qandaq? deb yotoqdan chiqdi. Men agashdim. Doktorxona gullikiga chiqqanda to'xtab. Qizimning yorilinishidan kim javob berdi? Men to'g'ri deding. Sen javob berishing kerak. desa nima deydiganda o deb talmirib qopdi men. U qo'rsqimga shunchalik tepdiki, voy deb qo'rsqimni tutib zo'nziyib qoldim. Tuzmush yuzimga shuncha apchil tegdiki, kaynimga uchib tushdim. Qandaq Shokirjon? Javob berish oson to'xtaganda? Anglasam qo'sh nikoh bo'lg'ilari bormish. Bo'layvasizlar. Sizlarga atab qo'ygan so'g'ilarim xeyli kangri. O shundoq deb bo'lib, kayniga qarabmi qo'ymay ketib qoldi. Qopig'im xeyli ishig'andaq qiladi. Qo'sug'imning og'rishi, beshimning zingildoshlari ichida tomosha ko'rayotganligimni pisand qilmay yotoqqa qaytdim. Murat chiroyimni ko'rib kulib ketdi. Adash, nim bo'lding? Bir ayaringni sundirib beganda? Alpazdan baq qo'xtim degine. Voy tova. Baydiga shunda bo'ldi qara. O'ziga hech uqmaydi. Ag'rinma adash. Bunda ishlamcha bo'p turdi. Shundoq, o'lmayli yashab tursam, bundaq ishlam bo'p turg'idak. To'y mening bo'lgandikin bu to'yaqni Murat isimmi amsa. Uzun o'tmay Shamsiya bilan Ro'shangul yetib keldi. Ular bo'lgan ishlarni boy akamdan o'qib bo'lgan bo'lsa kerak, ancha ajablanib ketmadi. Bumi yarashqini. Her to'yingda ko'z tekkandek ishing buzilganda, mana hozir noka bo'psan. Balkim buningdan keyin ko'zmi tegmas. Chiroyingga husn qo'shibdi. Semirsang, teg'imi chiroyli bo'lib ketadi ekansan. U chaqchaq qilgandek qilayotgani bilan, ammo uning ko'zlaridan yosh sirg'iyotganini ko'rib qoldim. U sirtqa chiqib ketdi. Ro'shangulning ko'z tegmigidek degan so'zi rost chiqib qoldi. Shu kuni tushdan keyin Muratning onasi yetib keldi. Kechda o'g'limni o'zim qarayman. Sizlar qaytib turinglar deb bizni ketkizibdi. To'y qilgan necha kundan buyon tunji o'jiriga qadam bosdik. Oyajon bilan uning qishig'iga yaqinlashdim. Aldirmay Shokir. Men qaysi chaqda to'y kuni Aygul bilan bo'lgan ishlarimni so'zlab beraman degan emasmidim? Oldi bilan so'zlarimni anglab bo'l. Shu chaqdimi kechikmaysan. Shuncha taqozo bo'lgan ishlar bo'lg'achqa bo'ysundim. Men so'zlab berib bo'g'icha so'zlarimga luqmisanma. Amal ba tafsiliy deb berman. Ozdirib yurmagin. U shundoq deb so'zlashga boshladi.